stalbalar uchun, ko'chatlar uchun chuqur kavlaydigan parma bur so'ragan akalarimizga agroservis do'konlarimizga parma burlarimizni yangi assortimentlari yetib kelgani munosabati bilan hozir bu parma burlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari va sifatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi parma burlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu parma burlarimizni ko'pchilik akalarimiz so'raganida nasatkalarini o'zidan ham sotuvga olib kelgan degan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda eng kichigi hisoblangan 100 lik, diametri 100 lik bo'lgan akalar mana shunday nasatkalarimizdan 300 lik va 150 lik nasatkalaridan ham sotuvimizga kelgan. Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, mana shunday nasatkalarni o'zini ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga komplekt holatida mana shu parma bur kerak bo'ladigan bo'lsa, komplekt holatida 2 tadan, 3 tadan va o'zini komplektdan chiqadigan bittadan nasatkalari bilan ham komplekt holatda qilib beramiz akalar. Xo'p, bu parma burlarimizni o'zi ishlash vazifasi nima ishlar qiladi degan akalarimiz uchun e'tibor bering. Bu parma burimiz yordamida diametri 100 lik turbadan boshlab 300 lik eng katta turbagacha bemalol chuqurlarda kavlash uchun mo'ljallangan. Bularimiz mexanika korobka hisoblanadi. Oddiy akalar ruchnoy ishlatilinadi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ikki tomonidan ushab turib, bu yerda gaz knopkalari joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. Gazni bosasiz va parma burimiz ishga tushib, bemalol chuqurlaringizni 1 metrdan 120 santimetrgacha chuqurlikda kavlash imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, bu parma burlarimizni o'zi bir-biridan nima farqlari bor degan akalarimiz uchun parma burlarimizni e'tibor berishlaringiz mumkin. Parmasini uzun kaltaligida bo'ladi farqlari va undan tashqari reduktor qismida bo'ladi. Reduktor qismini oddiyroq variantlari va undan tashqari usulunli variantlari, undan ham tashqari ikkitali reduktorli variantlaridan ham olib kelib qo'yganmiz. Bu reduktorini ishlash vazifasi motordan kelayotgan harakatni baquvvatlashtirib, akalar оборотni tezlashtirib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu parma burlarda eng asosiy kerakli bo'ladigani ham mana shu reduktori bilan motor qismi bo'ladi akalar. Bu mana nasatkalarini sotuvda hamma joydan topsangiz bo'ladi, lekin motori tomonlama, reduktori tomonlama eng sifatli bo'lgan modellardan olishlaringizni tavsiya beramiz. Hozirgi paytda bu parma burlarimizni e'tibor beringlar. Motorlari 45 motorli variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Benziniga 1 litriga 35-40 grammgacha avtol qo'shib ishlatilinadi akalar. Bularda yurgizish joylari zavodnoy orqali bo'ladi. Benzin moklari 2 litrli qilib ishlangan. Motorlari aytib o'tganimdek 45 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu 45 motorlilarni ko'pchilik akalarimiz biladi. 2 xil, 3 xil motorlari bo'ladi. 45, 44 ga 5 va e'tibor beringlar 45 motorlidir reduktori usulunli variantidan olib kelganmiz. Bularimizni e'tibor berishlaringiz mumkin. Soatiga 250 grammdan akalar 400 grammgacha rasxod qiladi, benzin rasxod qiladi. Hammasiga benziniga avtol qo'shib ishlatilishi kerak bo'ladi. Bu motori tomonlama, reduktori tomonlama zapchaslardan muammo yo'q. Hamma zapchasi o'zimizda bor akalar. Bu parma burlarimizni oddiyroq varianti edi, 40 ga 5 motorli varianti. Undan tashqari e'tibor beringlar, bu 44 ga 5 variantlaridan olib kelib qo'yganmiz. Motori baquvvatroq hisoblanadi akalar. Bularda benzin moklarigacha 2 litrli benzin moklaridan qo'yib ishlangan. Bularda ham yurgizish joylari zavodnoy orqali yarimta tortmada yuradi. Undan tashqari e'tibor beringlar, oddiy mana shu reduktorini o'zida ham kattaligi tomonlama bularga nisbatan anchagina kattaroq qilib ishlangan bo'ladi. Ikki xil variantdan olib kelganmiz. Usulunli variantini akalar. Bu reduktori aytib o'tganimda salidor solib ishlatilinadi bularga. Chuqurligini bemalol mana shunday 300 lik, 150 lik va 100 lik parma burlarni qo'yib foydalanishlaringiz mumkin. Buni ishlash prinsipi yurgizib olganingizdan keyin bu yerda o'zini mana shunday gaz knopkalari bor. Gazni bosasiz, bu yerdan o'chirib yoqish knopkalarigacha qo'yib o'tilgan bo'ladi. Soatiga 250 grammdan 400 grammgacha bular ham rasxod qiladi akalar. Undan tashqari xuddi shu mana shu variantda 40 ga 5 motorligini reduktorini usulunli qildirib olib kelganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin.
Reduktorlari kattaroq variant hisoblanadi. Bular ham soatiga 250 grammdan 400 grammgacha benzin rasxod qiladi. Hozirgi paytda bu parma burlarimizni o'zini komplektdan chiqadigan nasatkalari bittalik, ikkitalik, uchtalik nasatkalar bilan komplekt holatda chiqadi. Bularimiz hozirgi paytda eng arzon modellarini 1.200.000 so'mdan boshlab akalar, 2.500.000 so'mgacha motorini sifatiga, reduktorini katta kichikligi va parma burlarini soniga qarab narxlarni kelishtirib beramiz. Kimga mana shu turdagi ko'chatlar uchun va stalbalar uchun chuqur kavlaydigan parma bur kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun juda ham qulay variant hisoblanadi akalar. Chuqurlarda 50 sm dan 120 sm gacha chuqurlikda kavlab ko'chatlaringizni ekish uchun mo'ljallangan hisoblanadi akalar. Quruq yer, ho'l yer tanlamaydi, libo joyda ishlatishlaringiz mumkin. Kimga mana shu turdagi parma burlar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydim. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Yana ham to'liqroq ma'lumotlarni mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaring, yana ham batafsilroq ma'lumotlar tanishtirib o'tiladi. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, agroservis do'koni, boshqa turdagi qishloq xo'jaligi texnikalarini ham eng arzon joyi hisoblanadi. Optim baza sklad narxida bo'ladi akalar. Kimga mana shu turdagi texnikalar ham zarur bo'ladigan bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Shu nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.